Ana endi biroz yaxshi xabar. Kuni kecha 13-mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Kaliforniya shtati San-Fransisko shahri hokimiyati tomonidan shahar hokimiyat binosida Ramazon oyi munosabati bilan iftorlik dasturxoni yozilgan hamda ayni shu iftorlik oldidan azon chaqirilgan. Iftorlikda nafaqat shaharning faol musulmonlari, balki boshqa din vakillari va hokimiyat vakillari ham qatnashgan. Assalomu alaykum. Peace and blessings to everyone who's gathered here today, and especially those of you who are observing this holy month. Video lavhaning so'ngida ko'rgan insoningiz ayni shu Kaliforniya shtati deputatlar kengashi a'zosi, San-Fransisko shahri va okrugini tamsil qiluvchi deputat Matt Haney edi. Yana bir yaxshi xabar esa ayni shu deputatga bog'liq bo'lib, u 12-mart kuni Kaliforniya shtatida Eid al-Fitr va Eid al-Adha Ramazon bayramlarini Kaliforniya shtatining rasmiy bayrami sifatida va dam olish kuni sifatida belgilash uchun qonun loyihasini shtat qonunchilik palatasiga kiritganini e'lon qilgan. But recognizing Eid isn't just about a date on the calendar. It's about telling Muslim students, workers, and families across California that their faith, their traditions, and their celebrations matter. Amerika Qo'shma Shtatlarida erkin fikr asosidagi turli g'oyalarga yo'g'rilgan radikal qarashga ega bo'lgan kishilar, xususan musulmonlarga qarshi insonlar ham talaygina. Ayni shu fonda bu kabi qonun loyihalari musulmonlarni xursand qiladi. Umid qilamizki, bu qonun loyihasi Kaliforniya hududida va balki butun Amerika Qo'shma Shtatlarida rasmiy qonun, rasmiy bayram va dam olish kuni sifatida o'z tasdig'ini, o'z ijobatini topadi.